Xitoy Tabiiy boylik ministerligi 28 avgust dushanba kuni 2023 nomerlik yangi o'lchamlik davlat xaritasini e'lon qildi. Buningda Xitoy o'zining 9 siziqlik liniyasini aniq ko'rsatib, o'zining dengiz chegarasi deb qaraydigan doirani ayirib, Janubiy dengizni butunlay degidek o'zining territoriyasi qilib ko'rsatgan. Xitoy chiqargan bu xaritasida Xitoyga tava qilib ko'rsatilgan joylar Xitoyga tava bo'lmagan yoki talash tartish bo'lmagan rayonlarni o'z ichiga olgandan boshqa yana nurg'un davlatlar talash tartish qilayotgan Tayvan va Janubiy dengizni Hindiston kontrolligidagi Arunachal Pradesh, Aqsay Chin rayoni qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Ko'p yillardan buyon Junxo Xalq Cumhuriyatining yer ko'lami taxminan 9 milyon 600 ming kvadrat kilometr deb bekitilib kelingan edi. Yangi nusxadagi xarita e'lon qilingandan keyingi hisobotda Xitoy zaminining taxminan 10 milyon 450 ming kvadrat kilometr ekanligi bekitilgan. Xitoy boylik ministerligining yuqori darajalik amaldori Li Yongchun bu Xitoy xaritasi haqida to'g'ri davlat xaritasi davlatning egilik huquqi va zamin butunligining simvoli degan. Xitoy bu xaritani e'lon qilgan aman avval Hindiston, orqadan Malayziya, Filippin, Vyetnam, Brunei va Nepal qatorliq davlatlar va Tayvanning noroziligini qo'zg'agan. Ular o'zlarining Xitoyning xaritasini e'tirof qilmaydiganligini, simvol xarakterlik yer maydoniga qarshi turadiganligini bildirdi. Hindiston Xitoyga eng avval ve en küçlük narazilik bildirgen devlet. Hindistan 29 avgust Xitoy 2023 yildagi o'lchamlik xaritasida Arunachal Pradesh, Aqsay Chin rayoni qatorliq o'lka va rayonlarni o'z doirasiga kirgizib olganligiga kuchli e'tiroz bildirib, buning faqat chegara masalasining hal qilinishini murakkablashtirganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Hindiston vaqti gazetining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, Hindiston tashqi ishlar ministri Sey Joyshankar bayonotida Beijingning bema'ni talabini rad qilib, Xitoy o'zining emas territoriyalik rayonlar bilan xarita chiqadi. Hukumatimiz ziminining nima ekanligi nihoyat aniq. Bema'ni zimin talab qilish boshqalarning ziminini siznikiga aylantirolmaydi degan. Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo bo'limining sobiq direktori, Xalqaro kishilik huquq to'rining oliy maslahatchisi Tikumar Apandi Xitoyning bu qilmishini imperializmlik kengaymichilik deb atadi. In this new map, China included that as part of Xitoyning chiqargan bu xaritasi Hindiston hukumatini g'azablantirib qolmay, balki butun Hindistonda ommaviy norozilikni qo'zg'adi. Shundaqla buning ikki davlat munosabatini yanada yiriklashtirishga sabab bo'lganligi ma'lum. Xitoyning bu eng yangi ig'vogarchiligi yangi Dehlida o'tkazilmoqchi bo'lgan 20 davlat guruhi yig'indan bir necha kun burun yuz berdi. Orqadanla yig'inga Xitoy raisi Shi Jinpingning tunji qatam qatnashmaslikni qaror qilganligi oshkorlandi. Bulardan Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara masalasi sababli mavjud masalalarni yanada jiddiylashtirdi. Xitoyning bu imperializmni xaritasining yolg'iz Hindistonga emas, balki atrofdagi qo'shni davlatlar, ya'ni Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarga xiris qilganligi dunyoga Xitoy tahdididan signal berdi. This particular map has created some more tensions now. So there is a lot of anger. Tikumar Apandi yana mundaq deb ta'kidladi. This map has created more deep tension between these two countries. The countries in Southeast Asia like Malaysia. Xitoy ilgirimi bu Hindistonning Janubiy Tibetga tava zaminini hamda Tibetni bizning deb keldi. 1962-yilimi bu territoriyada urush bo'ldi. Hindistonning bu zaminlarini Xitoyning o'z xaritasiga elishi Xitoy kengaymichiligining yanada yuqori bir darajaga ko'tarilganligini ko'rsatdi. Meningcha bu ikki davlat munosabatida azaldan bor bo'lgan jiddiylikni oshirgandan boshqa natija chiqmaydi. But actually put it in the map is something next level. Indoneziya Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dengiz okean qonuniy ahdnomasiga amal qiling dedi. Tayvan bo'lsa bu xarita davlatimizning mavjudligini o'zgartirolmaydi dedi. Nepalmo buningga inkos qaytirib, Beijingdan 2022-yildagi xaritasini hurmatlashni talab qildi. Filippin Tashqi ishlar ministerligi bu xaritaga bergan inkosida 2016-yili Gagadagi bir kesim sotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuniy ahdnomasidagi qarorini naql keltirib,
Xitoyning butkul Janubiy dengizga bo'lgan tashabbusini asosan bekor qildi va Filippinni qo'lladi dedi. Vyetnam mundaq dedi. Bu talablar Parasil va separativ oralig'idagi egalik huquq va uning suv tavalligidagi huquqqa daxl taruz qildi. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz okean qonun ahdnomasiga xiloflik qilganligi uchun inovatsiz deb qarash kerak. Yaponiya davlatlik televiziya kanali NHK'ning bugun, ya'ni 6-sentabr xabariga qaraganda, Beijing e'lon qilgan yangi xaritada Okinawa o'lkasidagi Senkaku orolini kirgizib olganligiga qarshi Yaponiya e'tiroz bildirgan. Yaponiyaning bosh katibi Matsuno Hirokazu seshanba kuni Tokiodagi taratqularga mundaq degan. Yaponiya oldingi oyda Beijing e'lon qilgan yangi xarita sababidan diplomatik yo'llar orqali Xitoyga kuchli norozilik bildirdi. Chunki uningda Xitoyning Yaponiyaning Okinawa o'lkasidagi Senkaku oroliga qarta tashabbusini bir taraflama tasvirlagan. Bu orollar tarix va xalqaro qonun jihatdan shubhisizki Yaponiya zaminining o'ziga tava bir qismi. Yaponiya hukumati diplomatik yo'llar orqali Xitoyga kuchli norozilik bildirdi va xaritadagi tushuntirishni darhol qaytarib olishni talab qildi. Malayziyaning Washingtondagi elchixonasi radiomizga qaytargan xatida Xitoyning yangi xaritasiga qarta mustaqil inkos qaytara olmaydiganligini ta'kidlab, Tashqi ishlar ministerligi tarqatgan Xitoyning 2023-yillik o'lchamlik xaritasiga qarta e'lon qilgan bayonotini qo'shib avatgan. Uningda bu 1979-yildagi Malayziyaning yangi xaritasi asosida Sabah va Sarawakdagi Malayziyaning dengiz tavalligidan atlab o'tib ketgan Xitoyning bir taraflama harakatini ko'rsatib berdi. Malayziya Janubiy dengiz masalasi murakkab va sazgur masala deb qaradi. Bu masalani Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1982-yildagi dengiz qonuniy ahdnomasi qatorliq xalqaro qonundagi belgilamalariga asosan suhbat orqali tinish va oqilona bir taraf qilish kerak deb talab qilgan. Newsweek'ning 1-sentabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy chiqargan bu yangi xarita Rossiya bilan Xitoyni ayirib turadigan Ussuri va Amur daryosining tutishadigan joyiga joylashgan Bolshoy Ussuriyskiy oroli qatorliq ko'p xil zamin mojarosiga chetiladi. Bu orol Xitoycha Heyshazi, ya'ni qora iyiq deb atalgan. O'tgan payshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mariya Zakharova 15 yildan ko'proq vaqt ilgari ikki tarafning kelishimi orqali bu masalaning hal qilinganligini o'ttirib qo'ygan. Rossiya Tashqi ishlar ministerligining to'r betida e'lon qilgan bayonotda mundaq deyilgan: Rossiya davlatimiz bilan Xitoy o'rtasidagi chegara masalasi oxiri hal qilindi degan o'rtaq pozitsiyada ching turdi. Beijingning yangi xaritasini e'lon qilgan Boylik ministerligining yuqori darajalik amaldori Li Yongchun mundaq degan: To'g'ri davlat xaritasi davlatning egilik huquqi va zamin butunligining simvoli. Xitoy Yer shari vaqti gazeti ilgari ijtimoiy aloqa supsi X'da e'lon qilgan maqolasida o'lchamlik xaritaning Xitoy va dunyodagi har qaysi davlatlarning davlat chegarasini sizish usuliga asosan tuzilganligini o'ttirib qo'ygan edi. Xitoy hukumati kun sayin kuchayayotgan e'tirozlarga qaramay atalmish o'lchamlik xaritani e'lon qilishni doimlik odat deb atadi va aloqador davlatlardan uningga obyektiv va oqilona qarashni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin qo'shni davlatlarning qarshiligiga javoban axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Janubiy dengizdagi maydoni izchil va aniq, Xitoyning munosabatlik organlari har yili har xil tipdagi o'lchamlik xaritalarni qarorlik e'lon qiladi. Buningki maqsad o'lchamlik xaritani jamiyatning har qaysi sohalariga yetkazish va ommaning xaritani qiliblashtirish engini oshirishni maqsad qildi degan. Xitoy qo'shinlarining kuchli e'tiroziga nisbatan parvozsiz pozitsiyasini bugungacha o'zgartmadi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mao Ning 6-sentabr chorshanba kuni Yaponiyaning e'tiroziga bergan eng yangi javobida Gyeoyudao va uningga qarashli orollar izchil Xitoy zamini. Bu orollarning xaritada Xitoy zamini deb belgi qo'yilganligi tabiiy. Xitoy Yaponiyaning e'tirozini qabul qilmaydi degan. Beijingning yangi xaritasi Hindiston, Malayziya, Tayvan va Filippin, Yaponiya qatorliq qo'shinlari bilan yangi jiddiylik paydo qilib qolmay, tunugun seshanba kuni Amerikami bu sapga qaytildi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Vedant Patel 5-sentabr kundagi qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida
Xitoyning Janubiy dengizdagi keng va qonunsiz dengiz okean tashabbusi xalqaro qonunga zid dedi. In the South China Sea depicted on the new map, like many countries, we reject the unlawful maritime claims reflected on that map and call on the PRC to comport its bayonotida nurg'un davlatlarga o'xshash biz bu xaritada aks etgan qonunsiz dengiz talablarini rad qilamiz va Junxo Xalq Cumhuriyatini 1982 yildagi dengiz okean qonuni vahdnomasida aks ettirilgan Janubiy dengiz va boshqa joylardagi dengiz okean talablarini xalqaro dengiz qonuni bilan moslashtirishga chaqiramiz dedi. Halbuki Xitoyning zimin egallashdagi kengaymichiligi va parvosizligi Xitoy ijtimoiy taratqulardagi Xitoy fuqarolarining inkoslarida ifodasini topmoqda ekan. Radiomiz Xitoy bo'limining xabariga qaraganda Xitoyning atalmish o'lchamlik xaritasiga qarta bir qism Xitoy tor qo'llanuvchilari Jungo yana kuchlik desa, yana ba'zilar xaritani texmi cho'ng sizg'ili bo'ladi deb inkos yozishgan. Amerikada yashaydigan Xitoy tahlilchilardan qonunshunos Tengbiao Efendi seshanba kuni ziyoratimizni qabul qilganda mundaq dedi. 新版地图实际上中国它一直在利用民众的民族主义情绪，而且它也一直通过各种 Amaliyotda Xitoy hukumati davomli ommaning Xitoy millatchilik ideyasidan foydalanmoqda. Xitoy bu yangi xaritani e'lon qilgandimi, fuqarolarga davlatchilik, oshqo'l millatchilik hissiyotini qo'llanmoqda. Xitoy o'zim bu xaritaning e'lon qilinishining xalqaroda norozilik, qarshilik qo'zg'aydiganligini yaxshi biladi. Ammo u bunga pisand qilmaydi. Chunki u o'zini hozir iqtisodiy va harbiy kuchni atrofdagi davlatlardan ustun ko'rdi. Shunga oshkor holda imperializmni davom qilmoqda. 寻找新的合法性。 Tengbiao yana mundaq dedi. 对，就是中共它也是就是欺软怕硬吧，它发布。 Xitoy Kompartiyasining xarakteri shuki, kuchlikdan qo'rqib yavaşni bo'za qilish. Xitoy Osiyoda eng kuchlik, dunyoda Amerikadan qarshi ikkinchi o'rinda deb e'tirof qilinish bilan nurg'un davlatlar Xitoy iqtisodiyotdan texim beqinib qoldi. Buning bilan Xitoy kommunist hukumati bu davlatlarga iqtisod tarafdan emas, siyosiy sinib kirish orqali ta'sir ko'rsatishga boshladi. Xitoy amaliyotda dunyoda bag'anchi kishilik huquq va boshqa jihatdan obrazi intayin nacharlashgan va iqtisodiy cho'kayotgan bu vaqtda u bundoq bir kengayimchilikni oshkorlaydigan xaritani chiqarish bilan dunyoda o'ziga dushman ko'paytmoqda. Bo'libmi Amerika qatorli g'arb davlatlar bilan munosabati barg'ancha sug'oqlashayotgan. Her taraflik münasebetlerin çeklayotgan bir vaqtda dunyoga Xitoy tahdididan ogohlantirish berdi. Bu xarita Xitoyga hech qanday foyda olib kelmaydi. Aksicha, Xitoyning xalqaro ishonchini yo'qotib qo'yishga texnik cho'ng ziyon tortishiga sabab bo'ladi. 这些做法积累下去，最终会让中国政府失去国际社会的信任，将来会有更大的麻烦。 Reuters agentligining xabariga qaraganda Xitoy 28 avgust e'lon qilgan eng yangi xaritada dangliq U shakllik liniyasi tasviri Janubiy dengizining taxminan 90%ni qoplagan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu yerda har yili 3 trillion dollardan ortiq savdo o'tkaziladi ekan. Bu dunyodagi eng keskin talash tartish bo'layotgan bu savdo yo'lida nurg'un ixtilofga duch keladi. Xitoyning yangi rasmiy xaritasini e'lon qilishi Osiyo Tinch okean rayonidagi nurg'un davlatlarni bearam qildi. Yana nurg'un hukumatning qarshiliklari davomli kuchaymoqda.